شديد الصعاب مضيت بعزم كأسد. xuddi mana shunday qiyinchiliklar, biz kechagi mavzumizda ham aytdikki, bu qiyinchiliklar bizni boshimizdan o'tmaguncha, mo'minlarni boshidan qiyinchilik o'tmaguncha jannatga kirmasligini Alloh aytdi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Sizlardan oldingilarni misoli sizlarga kelmay turib jannatga kiraman deb o'ylaysizlarmi? Ya'ni o'ylamanglar degani bu. Bu deganiki Allohning sunnati, siz xohlang, xohlamang, boshingizga har xil balolar keladi. Biz Allohdan ofiyat so'raymiz, xotirjamlik, tinchlik so'raymiz. Lekin qalbimiz bilish kerakki, bu sinov bo'ladi baribir. Mana shu qiyinchilik paytida qiyinchiliklar odam chiqarar ekan. Odamlarni qiyinchilik odamlarni ikkiga bo'lib qo'yar ekan. Ya'ni bir toifa Alloh taoloni ta'biri bilan aytganda rijal, bular haqiqiy rijallar. Alloh taolo tanlagan, saralangan odamlar. Ular bir kecha kunduzda chiqqan odamlar emas ular. Bular mana shunday qiyinchiliklardan o'tgan, doimo va'z nasihatlarni eshitgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madrasasini bitirgan odamlar desak bo'ladi. Ya'ni bir toifa odamlar rijal bo'lib yetishib chiqyapti va yana bir toifa odam qalbi kasal bo'lgan munofiq, hadis ta'biri bilan aytganda husalatun nas, odamlarni qoldiqlari ular. Agar siz kelajakda nimalardir bo'ladi deb turib, kelajakda bir hozir masalan nimagadir biz hozir yon beraylik, xo'p deylik ularga, xo'p deylik, bir qandaydir bir narsalarga xo'p deb turaylik, keyin lup deb chiqamizdan keyin endi mana bunday deymiz kuchayib olganimizdan keyin degan kuningiz mag'lub bo'lgan bo'lasiz. O'shan degan kuni, mana kofirlar kelib Rasulullohga aytgan, xohlasang seni o'zimizga podshoh qilib olaylik. Xohlagan ayolingni ayt, uylantirib qo'yamiz. Pul kerak bo'lsa pul beramiz. Seni o'zimizga boshliq qilamiz. Butun bayroqni sen ko'tarasan, sen tushirasan. Seni gapingsiz hech narsa bo'lmaydi. Faqat mana shu da'vatingni to'xtatib tur. Rasululloh nima dedilar? O'shanda bo'lmasa to'xtanglar, men avval podshoh bo'lay. Abu Bakrni o'zimga vazir qilaman, Umarni qo'limga vazir qilaman-da, hamma askarlarni yig'ib olib turib, keyin stolga uraman. Endi gap menday bo'ladi. Endi gap men aytganimdek bo'ladi desa bo'lmasmidi? Nimaga qochib chiqib ketishgacha bordi, oxir quvib chiqib ketdi mana. Shu darajagacha bor. Nechta odam iymon keltirdi? 13 yil badaliga nechta odam iymon keltirdi? Da'vat tarixi o'zi 23 yillik da'vat tarixini 13 yili Makka da o'tgan bo'lsa, 13 yilda nechta odam iymon keltirdi? Va Madinaga borganlardan keyin nechta odam iymon keltirdi? Madinaga hali bormaslardan turib 1 yil oldin Bay'atul Aqabada Rasululloh ular bilan bay'atlashganlaridan keyin Mus'ab ibn Umayrni jo'natib yuborganlar muallim qilib. U kishi Madinaga borib da'vat qilishni boshladilar. Ana shunda ansorlardan birorta uy qolmadi, musulmonni bor bo'lgan uy qolmadi. Ya'ni har bitta xonadonda musulmon bor. Kimdadir xotini, kimdadir eri, kimdadir o'g'li, shu bir xil oilalar, oilasi bilan musulmon. Hamma uyda islom gapi gapirilyapti. O'zi 1 yil o'tmay keyin Rasululloh bordilar. Ertaroq borsa bo'lmasmidi? 13 yil Makka da turmay tezroq borsa bo'lmasmidi? Men bo'laykan-ku meni borib da'vat qilsalar. Bu narsalar hammasida biz uchun darslar bor. Hammasida bu yerda yutuq degani odam ko'payishi degani emas ekan. Rasululloh Makka da da'vat qilib 13 yil da'vat qilgan bo'lsalar, bu yoqqa Habasistonga hijrat qilganlar yoki arab qabilalaridan kelib iymon keltirib ketganlardan tashqari atroflarda 70 tacha odam musulmon bo'lgan. 70 tacha odam musulmon bo'lyapti. Lekin o'sha 70 ta odam ummatni boshqaradigan odamlar bo'ldi. Ana o'shalar Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Abdurrahmon ibn Avf, Zubayr ibn Avvom, Talha, Abu Ubayda Rasulullohning yonida turgan mubashshar bil janna, hayotlik paytida sen jannatiysan degan odamlar. Bular Rasululloh vafot etgan kunlaridan Rasulullohning ishlarini shundoq boshqarib ketgan odamlar. Xuddi Rasulullohning fikri bilan fikrlaydigan odamlar paydo bo'ldi. Ana shularning atrofiga keyin boshqa odamlar yig'ildi. Ana shularga nusrat keldi. Ana shu odamlarni Alloh taolo rijal deb maqtadi. Mana bu narsa biz uchun juda bu tushunchalar muhim narsa. Alloh taolo mana shu mu'minlarni maqtab aytdiki, minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadulloh alayhi. Mu'minlardan shunday rijallar borki, ular Allohga bergan ahdida turib berdi. Faminhum man qada nahbahu.
ulardan ba'zilari ahdiga, nazriga vafo qildi, ya'ni va'dasini bajardi. Va minhum man yantazir, hali ba'zilari kutib turibdi. Nahd degani arab tilida ahd ma'nosida. Ahd va'da ma'nosida. Qado nahbahu degani ahdini bajardi. Arablar ba'zan nahbni o'limga ham ishlatar ekan. Ya'ni shunchalikki hur odam, ya'ni karim bo'lgan ulug' odam bergan va'dasini agar puli, hayoti bo'lsa, shuni berib bo'lsa ham shuni va'dasini bajarib beradi. Ulardan shunaqangi odamlar bo'ldiki, va'dasiga jonini berib o'sha va'dasini bajardi degani. Ya'ni Alloh yo'lida shahid bo'ldi. Va minhum man yantazir, va ulardan yana qolganlari kutib turibdi deyapti. Alloh ularni shahid bo'lganlarini ham maqtayapti, tirik qolganlarini ham maqtayapti. Tirik qolganlari shahid bo'lganlaridan kam emas. Mana shunday odamlar, ana shularga Allohning nusrati keldi. Sizni Alloh iymon bilan ikrom qilgan bo'lsa, shunchalik jannatni va'da qilgan bo'lsa, agar o'lsangiz jannatga kirasiz deb turib, jannatning sifatlari aytilgan bo'lsa, nimadan qo'rqishingiz kerak endi? Nima uchun xorlikka rozi bo'lishingiz kerak? Nima uchun haqdan voz kechishingiz kerak? Biling, agar haqdan voz kechsangiz, o'sha kuni sizning mag'lubiyatingiz bo'ladi. Siz mag'lub bo'ldingiz, siz tamom bo'lgan kuningiz o'sha kun. Siz o'ylamang, bugun men haqdan yuz o'girib turib, ertaga hop tutib odamlarning oldidan chiqaman deb. Bunday pisini boraman-da, akopdan narigi tomondan lup deb chiqaman. Urushga borib tirik kelgan odam aytgan-ku. Qanday sog' keldingiz desa, likkillab chopavermay akopda yotish kerak degan. Mana bu narsa, ya'ni bugun o'zi asosan aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi, ya'ni Qur'on bizga shuni xabarini beradi. Alloh taolo azizun hakim bo'lgan zot. Azizun hakim albatta bir narsa bilan ogohlantirdimi, biling bu haq bu. Alloh taoloning gapi, kalomi haq. Allohdan boshqa, ya'ni Rasulullohdan boshqa odamlar bo'lsa, gapi haq ham nohaq ham bo'lishi mumkin. Ichida to'g'risi ham noto'g'risi ham. Lekin Allohning gapi albatta haq. Alloh bir narsa bilan bizni eslatdimi, buni gapi haq. Yo unday emasdir, bunchalik emasdir deb o'ylamang. Mana hozir Allohning nusrati haqida gapirar ekanmiz. Bu aytilgan narsalar bu haq bo'lgan narsa. Shuning uchun ham Alloh taolo aynan g'ordagi holatni bizga eslatyapti. Alloh yordam berganligini eslatyapti. Va yana xulosa shuki, bugungi mavzuyimizdan qiyinchiliklar odam chiqarar ekan. Bu ummatda odam ketsa, yana o'rniga odam kelar ekan. Rijal ketdi, yana rijallar chiqadi. Xuddi oldingilarda izini bosadigan ot o'rnini toy bosar deydi-ku. Xuddi shu bizning ummatga aytilgan narsa. Ot o'rnini toy bosadi. Agar otlar ketsa, toylar katta bo'lib turib ot bo'ladi. Lekin bu ummatda hech kim bo'ynini qayira olmaydi. Alhamdulillah, hozirgi kundagi, hozirgi holatdagi tushunchalar, haq kalimasi aytilinyapti, haq hammaga yetib boryapti. Alhamdulillah. Mana shu narsa o'zi nusrat o'zi. Inshaalloh, agarda Rasulullohning atrofidagidek Sa'd ibn Muozdek, Sa'd ibn Ubodadek yoki Rasulullohning yonidagi Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Zubayr, mana shunday rijallar agar chiqsa, ishonavering, Allohning nusrati haq bo'lgan. Haq. Bu qanchaga yetsa keladi deb tushunmang. Bitta bo'lsa ham yetadi o'zi. Gap shunda. Nusrat haq va nusrat joyi bo'lishimiz kerak ekan. Nusrat ahli bo'lishimiz kerak ekan. Mana Rasululloh g'orda o'tirganda bir o'zi deyapti. Va tashrif uchun yonida sherigi bor edi, sherigini aytayapti. O'zi aslida iz akhrajahul ladina kafaruhu zamir bitta. Ya'ni illa tansuruhu faqad nasarahulloh da zamir bitta. Alloh u kishiga yordam bergan edi. Alloh albatta yordam beradi. Alloh taolo bizni Robbimiz Rahim zot. Bu hayot bir sinov, hammamiz uchun bugun bor, ertaga yo'q, bu hayot belgilangan narsa. O'lim degani bizni badanimizdan ruhimiz chiqishi degani, buni Alloh oladi faqat. Hech kim ruhingizni ola olmaydi. Shunday bo'lgandan keyin Allohga tavakkal. Bitta bizni maqsadimiz haqda turish, Alloh bizdan rozi bo'lishi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan holatda hayotdan o'tishni hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo izzat bilan yashashni hammamizga nasib qilsin. Islomga nusrat bersin, quvvat bersin. Alloh subhanahu va taolo xuddiki Rasulullohning hayotidagi, sahobalarning hayotidagi hayot bersin hammamizga.
Allahumma amin va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.